Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşıladığımız mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtanlar ekranımızda olsun. Xitay bu yıl talant-tarajğa mərkəzləşkən 500 nöqtəlik türünü planladı. Xitay bu yılmı Şərq Türkistan'da bulan-talan qilishni texmi kengaytishni planlagan bo'lib, bu yil ichida tabiiy boyliqlarga markazlashgan 500 nöqtəlik türünü yo'lga qo'yishni planlagan. Atalmış Şinjan gazetining bu vaqtdagi xabarida qayd qilinishicha, Xitoy bu yil Sharq Turkistonda umumiy selinmasi 3 trillion 470 milliard yuanga yetadigan 500 nöqtəlik türünü yo'lga qo'yishni planlagan. Yillik plan bo'yicha buning ichida 406 milliard 900 million yuan mablag' selish tamomlandi ekan. Xabarda bu yil Sharq Turkistonning nöqtəlik turi sonining 2024-yilga selishtirganda 70 tur ko'payganligi, yillik plandagi selinmaning 56 milliard yuandan ko'proq oshganligi, ko'lam va son jihatdan zo'rayganligi uqtirilgan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, 500 nöqtəlik tur ichidagi 443 tur suv boyligi, elektr tori, neft tabiiy gaz trubi yo'li, neft tabiiy gaz zapasini ko'paytib mahsulot miqdorini oshirish, kömürdən yuqori önümlük foydalanish, yangi tipdagi elektr energiyasi sistemasi qatorliq tabiiy boyliq energiya sohasiga markazlashgan. Qolgan 57 nöqtəlik turmi sayohatchilik qatorliq Xitoy kuchayotgan sohalarga chetilgan. Xitoy Sharq Turkistonga har qaysi sohalar bo'yicha mablag' selishni davomli zo'raytayotgan bo'lib, buni atalmış Şinjanni taraqqiy qildirish, Şinjanga yordam berish tariqasida tashviq qilmoqda. Halbuki Xitoyning bu mablag' turlari asosligi Sharq Turkistonning g'oyat zo'r tabiiy boyligini, energiya zapasini tez sur'at va zo'r ko'lamda bulan-talan qilib, Xitoyga to'shish, majburiy emgak o'rinlarini texmi kengaytirish, shundaqla Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlash uchun xizmat qilmoqda. Xitoyning Amerikaga qilgan eksporti 20 yildan buyongi eng to'van nuqtaga tushgan. Amerika prezidenti Donald Trump yo'lga qo'ygan yuqori nisbatdagi tamojna beji Xitoyning savdo sohasiga ig'ir zarba berganlikdan bu yil birinchi faslda Xitoydan Amerikaga qilingan eksport nisbati 20 yildan buyongi eng to'van nuqtaga tushib qolgan. New York vaqt gazetining xabarida bildirilishicha, Amerika savdo ministrligi 6-may e'lon qilgan sonliq ma'lumotda savdo urushining ta'siri aniq namoyon bo'lgan bo'lib, bu yilning oldingi 3 oyida Xitoydan Amerikaga eksport qilingan mahsulot qiymati 102 milliard 700 million dollar bo'lgan. Birinchi faslda Xitoydan import qilingan mallar Amerika umumiy importining aran 11%ni egallagan. Trumpning 4-oyning 5-ida Xitoyga qaratgan tamojna beji qarori ta'minlash zanjirida zanjirsimon inkas paydo qilgan. Mahsulotlarning Xitoydagi shirkat zavodlaridan dengiz okean halqib to'shilishi va Amerika bozoriga yetib kelishi uchun haftalab vaqt ketgachga tamojna beji qarorining ta'sirlari yoz faslida texmi ro'shan kuchayishi mumkin ekan. Mutaxassislar tamojna beji 90 kun to'xtatilgan davlatlarning eksport nisbatining yanada yuqori ekanligini, ammo Xitoyga nisbatan Trump hukumatining mart oyida yo'lga qo'ygan qo'shimcha tamojna beji qarorining ta'siri ko'rilishga boshlaganligini bildirgan. Navbatda Amerika bilan Xitoyning har ikkisi tamojna bejini tovanlatadigan savdo kelishimini kengaytirishni xohlaydiganligini bildirgan. Ammo kelishimning qachon ro'yobga chiqadiganligi aniq emas ekan. CIA Xitoy amaldorlarini maxfiyatlik bilan ta'minlashga chaqirib sin tarqatdi. Amerika Markaziy istixborot idorasi CIA bir necha kun burun Xitoycha ishlangan 2 sin tarqatib, Xitoydagi amaldorlarni Amerikaga maxfiy uchur yo'llashga tashviq qildi. Mazkur sinlarda to'qilma voqelik orqali 2 Xitoy amaldorining Xitoy rejimi va navbatdagi chiriklashgan tuzumdan norozi bo'lganligi va vahima ichida yashayotganligi, buningdan qutulish uchun Amerika Markaziy istixborot idorasini uchur bilan ta'minlab, Xitoy rejimining changilidan qutulishga tirishganligidek mazmunlar ko'rsatilgan. Markaziy istixborot idorasining boshlig'i John Ratcliffe bu sirlarni tarqatishdagi maqsadining Amerika hukumatidagi qaror chiqaruvchilar uchun foydali uchur manbasiga erishish ekanligini, sinlar orqali Xitoy amaldorlariga Markaziy istixborot idorasi bilan maxfiy aloqa o'rnatish usuli va Amerika hukumatining Xitoy amaldorlar va ularning oilasini bexatarlik bilan ta'minlaydiganligidek bir uchurni yetkazganligini bildirgan.
U oldingi oyda e'lon qilgan bir dokladida Xitoyning Amerika Markaziy istixborot idorasiga nisbatan hammadan muhim masala ekanligini, tarixdan beri hech qanday bir kuchning Xitoyga o'xshash Amerikaga bunday xiris elib kelmaganligini ta'kidlagan edi. Markaziy istixborot idorasi mazkur sirlarning Xitoyning to'r to'siqlaridan haliqib o'tib, ko'zlagan nishonga yetib bora oladiganligiga ishonchi borligini ta'kidlagan bo'lib, bir amaldor bu xil usulning unumi ko'rilmagan bo'lsa, biz bu xil sirlarni ishlab tarqatmagan bo'lardik degan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Lin Jian tunugun muxbirlarning bu vaqtdagi savoliga javob berib, mazkur sirlarni tarqatishning qip-qizil siyosiy ig'vogarchilik ekanligi, Xitoyning buningga qattiq norozilik bildiradiganligi va chet el kuchlarining singib kirishiga taqobil turadiganligi haqida jar soldi. Hindiston bilan Pokistonning to'qinishi keskinlashmoqda. Hindiston bilan Pokiston o'rtasidagi harbiy to'qinish barg'ansir keskinlashayotgan bo'lib, 6-may kechida Hindiston, Pokiston va Pokistonning kontrolligidagi Kashmirdagi shaharlar ham jamoalarga boshqariladigan bombalar orqali hujum qildi. Hujumlarda 3 yoshlik bir qiz bola, bir qancha yosh va ibodat qilayotganlarni o'z ichiga olgan kam deganda 10 fuqaro hayotidan ayrildi. Chaudhary garnizon shahri Rawalpindida tong saharga yaqin o'tkazgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Hindiston armiyasi har xil qurollarni ishlatib 6 joyga udash 24 qatim hujum qildi degan. Pokiston Hindistonning bu hujumlarga javob qaytarib, Hindistonning 5 urush aeroplani va nurg'un qurolliq uchquchisiz havo apparatlarini etib tushirganligini ilgari surgan. Hindiston hukumati oldingi oyda talash tortishliq Kashmirning Hindiston tarafdagi sayohatchilar nishon qilingan ham odam o'lish ahvoli ko'rilgan hujumning javobgorining Pokiston ekanligini ilgari surgan bo'lib, Pokiston bu ayblashlarni rad qilgan edi. Vaziyatning keskinlashishiga ergashib, Hindiston bosh ministri Narendra Modi Pokistonga eqiyotgan daryo suyining Hindistonning manfaati uchun kesib tashlanganligini va faqat Hindistonda ishlatilganligini aytgan. Bu bayonot Hindistonning Pokiston bilan imzolangan muhim bir suv kelishimini to'g'ritib qo'yishidan bir necha kun keyin e'lon qilingan. Pokiston taraf bo'lsa, daryo suvlariga aralashishni urush e'lon qilish deb qaraydiganligini jakarlagan. Lekin mutaxassislar Hindistonning hozirgi suv omborlarining suvni butunlay kesib tashlash yoki yo'tkash iqtidoriga ega emasligini, shunga Hindistonning suvlarining faqat iqish vaqtini tengshiyalaydiganligini bildirgan. Ukrainaning hujumi Rossiyada havo qatnashini palach holga tushirib qo'ydi. Ukrainaning uchquchisiz havo apparati bilan qilgan hujumlari Rossiyaning ko'plagan rayonlarida tok uzilib qolish va yorilnish ahvollarini keltirib chiqargan. Aloqador tarmoqlarning bildirishicha, Ukrainaning seshanba kuni kechasi toki tong otqanga qadar 100 dan ortiq qurolliq uchquchisiz havo apparatlari bilan hujum qilishidan keyin Rossiyadagi aerodromlarda havo qatnashiga cheklama qo'yilgan. Bu hujumlar Moskvada 2-dunyo urushi g'alabasini tabriklash marosimidan faqat bir qancha kun burun yuz bergan. Davlat mudofaa ministrligining qarashicha, jami 105 uchquchisiz havo apparati Rossiyani nishon qilgan. Bu hujumlar 9-may Rossiya prezidenti Vladimir Putinning riyosatchiligida Moskvada o'tkazilgan 2-dunyo urushi oxirlashganligining 80-yilligini xotirlash marosimi harfisida yuz bergan. Bu marosimga yana ko'plagan dunyo rahbarlarining qatnashishi kutilmoqda ekan. Rossiya xabar agentliklarining Rossiya Osiyo transporti organi manba ko'rsatib xabar qilishicha, Moskvadagi 4 aerodromni o'z ichiga olgan 10 necha aerodromda uchish cheklamasi qo'yilgan. Ammo shaharning asosli aerodromi bo'lgan Sheremetyevo aerodromining havo qatnashi asosiy jihatdan ta'sirga uchirmagan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.